Ben baxtiga o'ltag'an Berna. 8-qism. Dadis o'ltag'a yerdan sakrab qopib, nima deb mening uyim kelding deb baqirib oldimga keldi-da. Shunchalik tamtirab ketdim, nima qilishimni bilmay. Akama 2 yig'iz gap qilgan fursat berama o'tinib qolay dedim. Desam, qaysi yuzing bilan gap qilmoqchi, nima demoqchi? Mening qiz deb baqqan balamni amringga olmay turib xotin qilib berganingga gap qilmoqchimi, yuzingni pododa qilib oldimga keldingmi? Chiqa xumsi uydan dedi. Bu gaplar g'ururimdan o'tib, shunchalik bir beoramcha qolib ketdim. Bu adam kendin nima davatudu, qulqimga kirmidi, gapmush titrab ketib bormay, o'tinib qolay, men o'zimning deydigan gapimni davolay dedim. Lekin shu adam menga fursat bersin, shu vaqtni o'zim nima deyishimni bilmay qoldim. Dada so'zlayotdi, yeli qo'lidagi yolqonlar bosh ko'zimga shunday qattiq urib ketdi, og'riqni sezmadim. Yata qo'ydi Berna bakkan, itilib chiqdi, jinimda da urma o'tinib qolay deb dadisining qo'liga. Berna bilan tanishganning yaqin mening bilishimcha bu nihoyat mehribon, baldiriq kuyingan ashtaq odamdi. Ama mening oldimda Bernani shaplaqlab birini sap uchatib o'tganiga. Yugurib berib Bernani yulayman desam, meni shundaqsa tapdi. Ochiqidan cho'k ko'zdirdim, mushta yinib turdi, men to'g'ri tushundim. Ama yana bakrak turibsam, Bernaning buningdimi qattiq qayiq yo'lishidan qo'rqib, uydan shundaq aldirab chiqib ketdim. Dedik, bir mo'sh narsan akagan oyog'imni sog'anda shishdan busuqdan kirgan qo'yib qo'ygan emas bu. Shu oyog'imni kiyiblam sirtqa mangsam, dadasi yiliq qo'ygan narsarimni vang teshik chiqib tamla qartib, o'zim qartib shu narsa ityapti-da. Eng oxirida atqanda shu qip qattiq bir temir qapli kamptek bir nim og'a o'xshaydi ekanman. Men uni so'g'atni qaptapam tayyor olib qo'ygan narsa olgan. Yotamga shunchalik misat qattiq tegdigan, yagda siyamay qoldim oxiri. Bu odamning otgan narsani tegishidan men qanchalik ochiq kelganini his qildim, ammo keynimga burilishga jur'at qilmadim. Kentidan tushyaptim. Men hayotimda mundaq bir ishlar azoblanib, mundaq yig'lab boqmagan. Biroz uchrab qolarmi degan nomusanim qayirib qo'ydim, ko'zimdan jip uzilgan majandek tushib ketdi. Liftdan udul tushdim mashina to'xtash maydoniga. Mashinamga chiqdim, ovozimni qo'yib etdim, ho'krab yig'layotdim bir yoqdan Bernaga ichim og'ritdi. Keynimga deb uy kiraysam, dadisining alpozda meni beshpoch qo'yishni yanmaydi. Kirmay desam, Bernaning hozir qaltidan ansirayman, shunchalik amalsiz qoldim. Men hayotimda opamning oldida yig'lab boqmagan, opamga telefon qildim, mushu o'zimni faqat to'xtamay kichik bolalardek yiqilib yig'lab ketdim-da, shundoq yig'ildim. Apa o'tinib qolay, menga yordam qil. Apa o'tinib qol, meni qutqizib ol deb yig'lab ketman, o'zimni uqmay. Men endi 30 yosh kirib qolgan cho'pchon bir akishi bir bolaning dadasi. Opam shuncha qo'rqib ketdi. Jinim bolam, nima bo'ldi? Menga tezga qil, nima bo'ldi deb opam telefonda vaqirab ketdi. Apa, kichik opalarimni og'in. Men turayotgan yer kelgan, Bernani qiz so'rab bergan o'tinib qolay. Dadis qo'shilsin menga so'rab bergan, shu qizni men avvalay o'tinib qolay, apa haqqi beryapmisan. Dadisining meni ko'rak ko'z yo'q-ku. Uyuga bugun kechirim so'rab oldindan ma'qullay deb kirsam, akirgan narsani bosh ko'zim etib meni qo'g'dibyapti. Men faqat chidamadim, opa. Bir odamga oshiq bo'lishning, bir odamga yaxshi ko'rishningki, o'tini men mundaq his qilib boqmabdi ekanman, uy tutib bilmabdi ekanman, men sarang oldim deb yig'layaptim. Shunda kirib opam to'kilib yig'layotdi. Bolam meni qo'rqatma, hozir uyga ket bolam, men aytlam uyingga borman dedi. Bo'ldi deb kechining qandoq taqatqini uqmayman, kechi telefonimga qarab yotdim. Berna telefon qilay desam qo'rqaman. Men telefon qantaqdirdim, u men bilgan nomerlar allaqachon itilgan Gwanji olatdi. Atsi tushga yaqin balamni ilib opam keldi. Opam ikki singlisini ilib birga keldi. Balam uy nadika biz shu odamning ochiq yanmasda mushalat uyga kirib ko'rsa qanday qiladi degandi. Apa biz buni da o'tib kelsak, bular to'ylarga tayyorliqlar qo'yib kelsa, endi ulgurmaymiz, o'tinib qolay. Berna boshqalarning qo'liga tushib ketib qolmasin. Men sendan o'tinay, sen cho'pchon bir ayol shu odamning oldiga kirsang, men qargan ikki yig'iz gapni sizdan o'nglab deyiladigan ish nima apa? O'tinib qolay deb, to'xtamay o'tinib qolay deyapman apa, bu og'zimdan chiqadigan shu gap. Eshikdan chiqcha kichik opam mendan Bernaning uyida nechadan bor Abstadısının yaşlarını dağay oquyilib chiqatdi-da. Uzoq chiqqandan keyin shunchalik atrofliq rasmiy bir choyga akirdigan ashundaq dasturxonning tayyorligini qilgan. Oldida oltin do'kondan oltin apti, keyindan raqbazirdan ash qudloq akirdigan raxlati deb tanlab turib apti. Tatliq turim ash qisqa orliqda opam mening ko'nglimni deb shunchalik yugurib yurib, biz turayotgan tuzuk bilmaydigan opam so'rashtirib yurib, choyga akirdigan tayyorlikni ilib, shunchalik dasturxonni puxta mo'l qilib turib, Bernaning eshigini chekdik. Bu qitim ishikni Bernaning apisi ochdi yanla. Shunchalik sulg'un tunöginki apti yo'q. Ishni ichib, opam qarab birisini izlamislar dedi. Men liftning oldida o'zimni ko'rsatmaymishda turyapman-da, bir qo'limda balam yetlaklik. Opam men falonchining apisi bo'lma deb amdi gap boshlashig'lam. Bizning ko'nglimiz bek parakanda, asli tunji qitim ishik ochganda men yaxshi kutib olsam bo'ladi, sat bo'ldi. Balamning dadasining ochiq yong'ich men sen uyga boshlayolmaydigan bo'ldim, sizlar to'g'ri tushensanglar deb shunday uzr haqli bilan opamning yuziga ishikni yeb qo'ydi.
Gerçi o eshik jong yıpılmağını bilen hani bizning yurakka bir pichoq bo'lib tegdi-da. Bizning mehmonlarchiq o'zinglar bilasizlar, qarshilanadigan mehmonlarning eshikni ochgan bir to'riga boshlaymiz. Eshik yıpilib ketgandan keyin bu eshikni ichishninki bir qayta zaruriyati yo'q-ku. Apamlar nima qilarini bilmay eshikni oldida ko'targan dasturxonlarni ko'targan bir turib qoldi. Apamni xalqning oldiga akilib mushundaq bir xijolat qo'yganimga o'zimga ming la'nat o'qiyotdim, ammo amal qilolmadik. Apam turaverib tuyuqsiz qon besimi o'rildi bo'g'ay, apamning qon besimi batdi. Yashmaytsin tutuplanman bek bir yaram bo'lib ketbarman deb o'ltaga o'ltirib oldi-chu. Kichik apam shunda tamtirab ketdi. Endi gap qusti kichik apam bor dedim-ku. O kichik apam ustida qolib qolgan bo'lib, men balam bilan apamning qo'ldagi narsani ko'tarib biz mashinaga chiqib o'tirilgan bo'ldik-da. Tushib ketgandan keyin shu gap qusti degan kichik apam eshikni chekib, yana bir qitim Bernani opasini ko'rishibdi-da. Xapımsınız da hürmetsiz ko'p qoldi. Qarshi ilimga mehmonlar deb tursangiz ishigingizni qaytadan chekib saldim. Bir sirti bo'lsin paranglashgan bo'lsak, atayin shahar atlab oldinglarga dasturxon ko'tarib ketdimiz. Dasturxonni qabul qilmasangiz markaz ranjimaymiz. Men bu bir qiz boqqan ana. Men ajabniki ko'ngil so'zni sizga bir yetkazib, atayin kelgandan keyin bir quruq ketmayal dedim. Shon bir ozroq vaqtingiz chiqasangiz chiqamiz, bir 2 soat vaqtingiz olamiz, chiqasangiz sirt bo'lsin bir tomoq o'tagan bo'lsak deb oxir qoyil qilib Bernani opasini chiqibdi. Bir tomoqxonaga o'rlashgandan keyin men balamni olib sirtga chiqib ketdim. Endi bu qo'saq ko'pigi bu ko'ngil og'riqlarininki sababini mushkuni opamning og'zi orqali oldim. Heliqi burunq ayolimniki bir o'yinchi, bir do'sti bo'lgan sizlar degandim-ku mena. Majoning qanchalik tarlig'ini hozir anglaysizlar. Bu heliqi 4 bolasi bor, bir odamniki uyini buzib tekkan deb dedim-ku. Endi men bilan ayolimniki turmushimizning buzilishiga shu 4 bolasi bor odamniki bir og'in sababchi bo'ldi-ku. Endi ba Bernaning burunqi yigiti sinfida birga o'qigan bir qizni tepapti deb men hikoyani oldi deb bergan. Mush qiz mening ayolimningki yiliq 4 bolasi va odamni buzgan do'stininki navrisingizga. Ko'rdinglarmi jonim tarlig'ini? Bir ulama Bernalar bilan bir binoga ko'chdi. Yana birga mushlar orqali uyininkini bilgandan keyin mening mavu chiroyli burunqi xotinim Bernaning uyiga chiqib, "Sen haq qizingni boshqurmamsa, mening uyimni buzdi, ma'qul tugusin, sen haqda haya yo'qmi? O'zingning qizingni nagvadan nab turding demay, to'y qilmay 100 yilmagan qizim deydi ekansa, bir nima desa, haqni uyda uy tutib, haq xotin bo'lib turadi, shuni bilmadingmi debdi. Aykayni bilsa, kayni qaytirib o'ylasa, mayliq idarda burun ayolim berib, majidal chiqiribdi degan kuni Bernaning dadasi meni oldimdan qizni olib ketdi dedim-ku. Ajab bir bu kun ishxonasidagi birasi Bernaninki dadasiga telefon qilib deb qo'ygan bo'g'aytimi melik changizdalardan deb men o'ylagan shu kunning o'zida. Bular shu uyiga kelib, malaning ota-onasini parakanda qilib bo'lgandan keyin, anandan keyin tushdan kelikda men Bernaning idorasiga berib, buni olaman deyotgan saqlayotgan vaqtda men tushga ulgurib, hammadan idorada to'liq ma'vu o'tgan kechgan ko'rdigan vaqtni tanlab turib qolgan askarlikkanchi bu planliq. Buni anglab ichimdan qon ketdi, ishonsanlar yilqayda o'ltiramadim. Apamlar hamda apsi bilan deyishcha, apsininki hamda Berna agar o'zining undan rozi bo'lsa, o'zi yaxshi ko'rgan bo'lsa, menmi boshqa fikrim yo'qdi. Ammo er kishi bo'libmi qiziga chidamaydi. Lekin mavu gap so'zlar bek üstlab qiz beqib mushunchik aytolab, kir qo'ndirmay mushundaq cho'ng qilmiz degan bir qizimizning aman ataq yomon so'zlar qilishi yo'ldoshim faqat qabul qilamidi. Hayotida mening yo'ldoshim ballan emas, men bir qitim tak etib chiqib qo'lni ko'tarmaydigan odam. Mush qitim qizimni nech qitim urib ketdi, gap so'zga chidamay. Bu balam hayotida bir dadasininki tilnim anglab baxman bola, dadasi nech qitim tayoq yegandan keyin shunchalik ro'ychib ketdi. Hozir ham to'liq vaqtlarda idorag'im bormayotdi. Idorasidami to'xtab qolgandek turdi. Kayfiyatlarim shunchalik egizpas, o'zim o'zi o'xshamay qoldi. Yo'ldoshimninki bir qatorda aralashadigan bir og'inlar batdi. Shularning orasida birsi qiz so'raydi-chu, biz unda Bernash alimita vaqtlardan boshlab ham. Men bolalarning rizq qo'shilib qolsa, rizq peshonasi bo'lsa, o'zir tepishib qoladi deb mushta yaqin keltirmaydim. Bu chaqdamda qizimning jurayotgan yigiti bo'lgan men biletdim oldida. Endi bu keyin bir kunlar bu bolalarni arilib, sizlarning bolalaringlardan tepishib bunda bo'lib qilishi hech qaysimizni uxlab tushigimi kirmagan ish. Endi ma'qullikda kichigidan Bernani so'raydigan yilq odamning o'g'liga Bernani tegsam tegisa, tegmasangmi tegisa deb hozir to'yishim deyishyapti. Agar bu gap so'zlar chiqmay, ishlar nihoyat izda ketib qolgan bo'lsa, bu bolaning yilg'i bir bolasi borki, mening bolam yaxshi ko'rgan adam bo'lsa, 10 bolasi usmon men qabul qila oldim. Ammo dadasining pozitsiyasi bak qattiq. Menmi u manchil uy tutib, yo'lchim bilan sampan deyish baqmagan. Bosmushdi meni bir xijolat qilmagan bo'lsanglar deb gapni uzibdi. Shu kuni opamning qandoq tutilishiga qaramay, men shu burunq ayolimniki turayotgan yeriga bordim. Bu kuni eshigini urib o'raytay dedim, eshikni ochdi. Eshikdan kirgan pet shunda qattiq urvatdim.
Özümni faqat basamıdım. Acayip qattiq urdim. İç-içimden muşta titrep ketip barman. Urup axırlıq özüm yerib ketip, qo'limni ko'tagidek halim yo'q, yerda o'tirib qoldim. Yana aştaq turib vaqiratim, og'zim gapdan to'xtamaydi-da. Adam emas, nomussiz qanjoq. Yana bir qitim Bernaning turmushiga usib kirdigan bo'lsang, men bu qitim seni ayab qo'ydim. Buningdan nima ko'rsam ko'rib, sinim yo'q qilaman, o'zimni yo'q qilaman bilib qo'ydim. Eshikdan o'rnidan qo'plan masadamdek mushundaq daldang'ib chiqib ketdim. Apam bizningki o'zimizning yurtida nayti yuzi bor, hamma odam gapini anglaydigan, qo'lim qo'shnilar hatto qildigan ishlarga fikr so'rab kirdigan shundaq bir ayoldi. Men bu ishdan bek oddiy o'ylab qopdim. Xiyolimda apam mega bir qiz so'rab kelsa, dadisi ish bo'lmasa apamning yuzini qilib bir gapini anglab qo'ysa, dadisi bo'lmagan taqdirim apasi mening apamning qanaqroq ayolligini ko'rsa, cho'qim achchiqdan yondi. Qizni menga berdi. Hech bo'lmasa qilgan xatoliklarimni kechirib o'tib, men bek oson o'ylab qopdim. Bernaning dadisining bunchalik tarsa, bunchalik achchiq yomon odamligini faqat o'ylamabdim. Ko'zim yetmadi. Shu men yaxshi ko'rgan Bernani oq ko'ylakni kiygizib taqqidim baxchilib, xotin qilib oldiganga faqat ko'zim yetmadi. Ammo men faqat bel qo'yib etmayman. Mushu Berna avval bir to'yib baqsin. Baxti ichilmay qapqas men yana chekemga gul qisib olaman deb o'yladim. Bernaning to'ylariga tayyorliqlarim boshlanib ketdi. Hammani anglab turdim. Berna bilan bir ig'iz ko'rishib, paranglashib, men ko'nglimni tushundirib hatto men beshimga nima kun kelsin mayli, qandoq javobgarlikni ustimga olsam mayli, mush qizim ishini olib qochib ketaman deb shuningga urinib baqdim. Faqat fursat bermadi. Bernaning dadasi haqiqatan yomon odamki.